Sochingizni o'stirmoqchisiz, lekin qalinligi tufayli, valnastiyligi tufayli bu qiynayapti sizni. Unda bu video aynan siz uchun. Soch tolalari qalin, o'sib ketsa qiyshay bo'syapti. Uni ustiga qurgandan keyin ishib ketyapti. Formasi ham orqa tomondan uzunchoq ko'rinyapti. Bugun aynan ushbu muammolarning ustida ishlaymiz. Birinchi navbatda boshning yon qismiga forma beramiz. Yonini kalta qilaman desam, yuz yana ham uzunchoq ko'rinadi. Uzunroq qoldiray desam, soch qiyshay bo'syapti. Shuning uchun flirovka yordamida sochni uzunroq qoldirib, kalta ko'rinadigan qilaman. Orqalarini bo'lsa pastki jingalakashgan joylarini kaltaroq qilaman. Qolgan qismlarini bo'lsa yon qismlariga to'g'rilab, kaltalab chiqaman. Tepa qismlarini ham flirovka yordamida soch uchlarini bo'shashtirgan holatda forma beraman. Natijada uy sharoitida ham mijoz boshini yuvgandan so'ng qiyshaymasdan, tekis va ishib ketmasdan to'g'ri quriydi. O'lka qismlari xolisa tepaga, xolisa yonga, xolisa pastga bemalol taralishligi uchun cho'lkani bir xil qalinlikda qilib chiqaman. Uklatga qotganimizda oldi tomonlarini ozgina tepaga ko'taraman, mijozning xohishiga ko'ra. Yonlarini bo'lsa ozgina ishiribroq tarayman. Soch haqida fikringizni kommentariyada kutib qolaman.